Salom aziz do'stlar, bugungi videomizda ikkita telefonni bitta kontrga ulashni o'rganamiz. Buning uchun biz menga ruscha qulaylik uchun ruschaga o'girib olamiz. Ketdik. Multiplayer degan tugmani bosamiz. Ismingiz chiqadi, player degan. O'shandan ismimizni yozamiz. Men Husan deb yozdim. Ok. Lokalnaya через точка доступа degan tugmani bosamiz. Keyin sozday igruni bosamiz. Baza tanlaymiz. Начать. Ketdi. Xohlagan odamimizni olamiz. Keyin mana bu tugmani bosamiz. Keyin mana bu raqamlarni eslab qolishimiz kerak. Hop. Menda ikkita telefon bo'lmaganligi uchun mashina quramiz. Ketdi. Главное menyu. Buni ikkinchi telefonni olamiz. Biz o'tgan safargi birinchi telefonimizda tochkani yoqdik. Endi bu safar Wi-Fi yoqib, o'sha birinchi telefondagi tochkaga ulanamiz. Ketdi. Bunda ham multiplayer degan tugmani bosamiz. Lokalnaya через точка доступа degan joyga bosamiz bunda ham. Keyin mana bu joyga shu boyaga eslab qo'yilgan raqamni teramiz. Mana hozir u esimda yo'q, bu son teraveramiz. 178.98.99.777. Ketdi. Keyin присоединяться к игре degan mana bu tugmani bossak bo'ldi. Bu bilan bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'yamiz.